tasavvur qilishingiz uchun uyda hech kim yo'q, bu 2 soat ichida hech kim uyga kelmaydi. Yangi kelinligimda Loladan qo'rqib ko'chada qolganim haqida даже videosini ham hozir qo'yib qo'yaman pastga. Dodajon bilan xo'jayinim ketishgan bo'lgan, bu jonni olib kelgani. Sochim kir, obedga ovqat qilishim kerak, uylarni yig'ishtirishim kerak, qatga yugurishimni bilmayman. Menga xo'jayinim bo'ta telefon qilyaptilar-da, shlagbaumni yopish, shlagbaumni yopish esimizdan chiqib qopti deyaptilar-da. To есть bizda ko'chada mashina parkovatsiya qilmasligi uchun shlagbaum bor darvozani oldida. Mana bunaqa pulti bor shlagbaumni, просто bossanglar, uzoqdan turib bossanglar ham оказывается u yopilar ekan. Ammo bunday eshikni ochganman o'sha payt. Bunday bitta Lola yurib kelayotgan bo'lgan, o'sha aniq eshikning oldiga. Men Lolani gipnozli qiladi deb eshitganim uchun qo'rqib ketib, Lola uyimizga kirib olmasin deb eshikni bitta yopganman-da, shlagbaumni yopib uyga qaytib kiraman deb o'ylaganman. Eshikni yopishim bilan tushunganmanki, что menda kalit yo'q. Bizani eshigimizni yopsanglar bo'ldi, quflanib qoladi. Menga telefon qilganman, xolajon nima qilay desam, xolajon kulib yotibdilar. Qanaqa quflab qo'ydingiz eshikni? Endi ko'chada qolasiz, 2 soat kutib turasiz ko'chada dedi. Aytganlar, qo'shnimiz bizani qarindoshimiz o'sha ularga o'tirib turishim kerak bo'lgan. Где-то 1 soatcha o'tirib, ularning kelinlari menga aytadilar, boshim kirku, ужасно, o'zimcha kelincha kiyimli kiyib olganman, lekin boshim kir. Xolasiz, siz boshingizni yuvib ukladka qilib qo'yaman deydilar. Men uyalib bazzo'rligim chustib qolman deb. Nimaga sochimni kechqurun yuvib uxlamaganman, потому что men tomog'im og'riyotgan bo'lgan. Ovqat qilinmagan, bu jon keladilar. Men qaltiravonman, uyda ishlik qilinmagan, shunaqa qo'rqibman. Situatsiyadan tushunganman, qanaqa men tushunadigan oilam borligini, hech kim meni urushmagan, просто hamma